Aziz do'stlar, mana katyolimiz katta katyol. 2000 kilovatlik katyol, 5000 kilovatlik maksimum 5000 kilovat. 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Turkiya brulет, Turkiyaniki. Servo bu havo zaslonkasini ochadi. Bu yoqda mana bu yoqda yana bitta zaslonka bor. U gazni ochib yopadi. Bu motor mana bu ventilyator flash bu. Bu inverterda o'zimiz qo'yganmiz. Bunda ABB bo'ladi o'zi. ABB juda qimmat bo'lganligi uchun arzonroq shuni qidering deyishganda shuni qidirganmiz. Hozirda katyol hozir davleniyasi yetib kelgan. Mana xo'sh 8 barga yetib kelganda pasayadi. Ana pastgina bo'lib, rasxod qancha bo'lsa shuncha ishlaydigan qilib nastroyga qilib berdik. Sozlab gazni juda ham kam iste'mol qiladi endi bundan keyin. Shunday sozlab berdik biz buni. O'zi aslida gazni ko'p yoqyapti deb bizni chaqirishgandi. Shuni nimani qildik? Gazni yonishi ham mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana telefonda sal sariqroq ko'rinyapti. Aslida o'zi ko'p yonyapti u. Oynachasi sariq uni. Shuning uchun xo'sh, qisqasi kuzatib boring bizni.